11 dekabr. 25-yil. Mana kelgan paytingizda nima muammolar bor edi, nima muammo bilan kelgan edingiz? Uyqu yo'q edi menga. Uyqu necha yildan burun, qanchadan burun bezovta qilgan edi? 2008-yildan beri. 17 yildan beri bezovta qilgan ekan. Kam edi uyqu, ha. Aha, hozir uyqu qanday bo'ldi? 100% yaxshi bo'ldi. 100% yaxshi bo'ldi. Yana nima bor edi? Shundan keyin vahima, qo'rquv ham bor edi menga. Vahima, qo'rquv necha yildan beri bezovta qilgan? O'shandan keyin asosda boshlandi. U ham rivojlangan. U hozir qanday bo'ldi? U ham 100% mendan yo'qolib ketdi. Yana nima bor edi? Belimda grija bor edi. Grijaga necha yil bo'lgan edi? U ham shu. U ham shu. Paspena shu kasallar nima bildi menga? Hozir grija bormi yo'qmi? Qani umurtqanimdek qimirlatib beringchi. Mana zo'rman. Soppa sog'mi? Zo'rman. Malades. Yana nima bor edi? Ko'zim xira sal nima, minus 1 edi. Minus 1 edi. Hozir ko'z qanday? Bu ham yaxshi bo'ldi. Yana nima bor edi? Quloqda shovqin bor edi. Quloqda shovqin necha yil bo'ldi? Bu ham shu orqa keldida shu. Necha foiz yo'qoldi? Bu ham shu 100%. 100%, pastda 100% yo'qoldi. Yana nima bor edi? Qon bosimi yo'q umuman. Qon bosim necha yil bezovta qilgandi? Bu ham shu 4 yil bo'ldimi? Nechaga ko'tarilardi? 150, 140 ga ko'tarildi. 140, 150 ga ko'tariladi. Beka kelganingizdan burun bezovta qildimi, Yo'q. ochdimi? Birinchi kun nima bo'ldi? Undan keyin esimga ham yo'q. Siz Ahmadjon Hasanov tibbiy psixologik markaziga dori-darmonsiz sog'ayish kursiga kelib shu narsalarni sog'aytirdingizmi? Yo bizni kursimizdan chiqib bir joyga borib, kapelnitsa olib, davolanib, dam urdirib, biror narsa qilib davolandingizmi? Oxirgi davo mana shu edi menga. Sherga foyda topdingizmi? Ha. Odam dori-darmonsiz sog'ayar ekanmi? Bo'lar ekan haqiqatan. Ko'pchilik Ahmadjon Hasanovni mashinnik aldaydi deydi. Bir og'iz shularga bir narsa. Men aytmoqchiman, ha, 100% uveren ekan. Mana 1 yil oldin kelib ketgan edim. Kelib ketdingizmi? Bir kun kelib ketgan edim. Ha, tanishtiruv kuniga kelib ketgansiz. Mana keyin keldim, mana yanvarga kelgan edim. O'tgan yil. Mana keldim, mana natijasini ko'rdim va aniq ekan, 100% ekan. Bu yerga kelguningizcha kasalxonalarda yotib davolangan bo'lsangiz kerak. Juda ham ko'p, Aha. Qancha pullaringiz ketgan bo'lsa kerak. Ahmadjon Hasanov qimmatga davolar ekanmi? Yo'q. Bitta g'archillanmasdan ukol olsa, dori-darmon oqtarib sarsoni sarkardan bo'lmasa, yana etbetga tekshiruvlarga borib sarg'ayib o'tirib falon pulni bermasa, shu qimmatmi? Arzon bu.